Assalomu alaykum barchaga. Sohibjon Boboyev A+. Birinchi variant bilan tanishamiz. Birinchi savoli. Mis atomidagi S va D elektronlar sonini hisoblang. Xo'p, mis atomida demak, tartib raqami necha buni? 29 midi? Demak, 29 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2 necha bo'ldi? 4S2 3D10 bo'ladi va mana bundan 1 bo'ladi. Bizda elektron qulash bor. Xo'sh, demak mis atomidagi S va D elektronlar sonini hisoblang degan. Demak, D elektronlari 10 ta bo'ladi. Hop, S elektronlari esa 2 ta, 4 ta, hop, mana bu bilan 6 ta va mana bu bitta bilan 7 ta bo'ladi. Shunda to'g'ri javob A bo'ladi.